U kunda Alloh taoloning oldiga bandalar yakkama-yakka hisob-kitobga keladi. Mo'minni Alloh taolo olib keladi. Bandasining ustiga bir hijobni yopib qo'yadi. Hech kim ko'rmasligi uchun. Alloh taolo boyagi bandani nomayomonini o'qiydi, bitta savob 10 ta gunoh, bir qator savob 5 qator gunoh. Rangi o'zgarib, o'ziga kelib, aynib o'zgarib turganda kitobini o'qib bo'ladi, ahvoli nima ekanligini ko'radi banda. Alloh taolo aytadi: "Meni kotiblarim senga zulm qilmabdimi? Hammasi sening ishingmi? Hammasi o'zim ishim. Parvardigor halok bo'ldim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yana bir marta o'qib ko'r kitobingni." Ochib qarasa, bironta xato qoldirmasa Alloh taolo hamma nomayamolni savobdan iborat qilib qo'yadi. Shunda hijob ko'tariladi. Shunda boyagi gapni aytadi: "Ha, umuqroi kitabiya. Ko'ringlar, mana meni kitobimda bironta ham gunohim yo'q" deydi. Vaholanki bor edi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlarini kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo o'shalardan qilsin, birodar.